bu kurultaydan umumen bizning milliy turmushimizda her bir kurultay belgili bir vakiga. Onun her birisinde mana şundan qanoatsizlik de bo'la, qanoat bo'lgan chaqlarda bo'la, hem hozirgi vaqtda mana men endi kurultayning buna bir sostafning men o'ngay fikrini, ishchanligin o'ngay fikrini, o şartlarda var. Endi hozir bizda narsa mana eng birinchi bizning milliy yoqdan avul vaqtimiz. Direkt tugan tilimiz, gaziz tilimiz. Hem mana shunda bizning Yozuvchilar Soyuzi hazır şuşundan bizning kalem ehilleri şuşunun başında varsınlar idi. Şın fidakarlarca, mana To'qaylar, Derdimandlar, G'afuriylar nişik kurashganimizda mana şuşu yo'nalishda natijali, bir-birimiz natijali xizmat qilamiz. Bir-birimizga hozir bizning kerak tug'iltiga, oqnaqtu boshqasi biz bir-birimizni bilamiz. Bizga xalq bilan ishlaw kerak. Tatariston bilangina tug'il, Tataristondan chetda da kerak. Hem ikkinchi yoqdan bizning mana şuşu ciddi ravishda yozuvchilarimiz, bizning yetakchilarimizga respublika il yetakchilarini o'zining singdirlik etib so'zin yetkirgan urishlar. Mana men shular bo'lsin aytdim. Yangi raislik kimni ko'rasiz siz? Yangi raisni men mana aytmayman. Yangi rais bu raisga da bitmaydi. Reisga teki bir derecede belli. Lakin bunda biz o'zimiz mana şundan nindini qo'yamiz be. Nindi talep qo'yamiz. Hem mana şu taleplerge cevap ravishida bizning yetakchimiz da shu yo'nalishda harakat eta boshlaydi. Agar da biz onu o'zimizning shu muhim milliy madaniy problemalar bilan burishib turamiz ekan, talep etamiz ekan, bu tilimi tilamimi shu yo'nalishda endi hozir harakat etarga, amal qilirga majbur bo'lamiz. Şuna göre biz anday kimgina olsa da onu şukumu ona yerden itip ondan talep de edip durga. Pek zo'r rahmat.